Tur firmalar katta pul topadi, daromad yaxshi. Lekin lidlar oqimi pasaysa yoki to'xtasa, hammasi tamom. 200 dan oshiq biznesdagi tajribalarim va shu yilning o'zida 10 dan oshiq tur agentliklar bilan hamkorlikda ishlab kelyapmiz va ularning savdosini 2-3 baravar, ba'zilarida esa undan ham ko'proq oshirishga o'z hissamizni qo'shdik. Qanday qilib deysizmi? Hozir shu videoda to'liq hammasini tushuntirib beraman. Ismim Abror, Kontakt kompaniyasining asoschilaridan biriman. Shu vaqtgacha 70 dan oshiq kompaniyalarga CRM xizmatlarini ko'rsatdik. Ularni to'liq holatda ekranda ko'rishingiz mumkin. Avtomatlashtirish va IT yechimlari orqali bizneslarning daromadlarini ko'paytiramiz yoki xarajatlarni qisqartirishga yordam beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun maxsus taklifimiz bor va bu video siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Odatda tur agentliklariga xizmat ko'rsatayotganimizda ularning holati bir necha xil bo'lishi mumkin. Ba'zi tur agentliklar endi tashkil topgan bo'ladi, ba'zilari esa qaysidir darajagacha yetib kelgan, ba'zilari esa uje qulash etapiga yetib kelgan. Xuddi shularda misol sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi tur agentligi bilan ishlashni boshlaganimizda o'rtacha 10 ta 12 ta mijozi bor edi va bitta sotuvchisi ishlardi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish ham faqat bir martalik, ya'ni bir marta sayohatga borib keladi va ular bilan hech kim aloqaga chiqmaydi. Agentlikda hech qanaqa tizim yo'q, avtomatlashtirish programmalari ham o'rnatilmagan, hamma jarayonlar faqatgina xodimning o'ziga bog'liq. Xo'p, biz bu kompaniyaga qanaqa xizmatlarni ko'rsatdik? Avval biznesini tahlil qilib chiqdik va tahlillar asosida ularga CRM xizmatini ko'rsatdik. CRM ga qo'shimcha sifatida telefoniya integratsiyalarini amalga oshirdik. Mijozlar bilan doimiy aloqa bo'lish uchun avto SMSlarni yo'lga qo'ydik va barcha mijozlarning ma'lumotlari bitta tizimda saqlanadi va shu orqali ularning savdosini oshishga hissa qo'shdik. Endi natijalarga o'tamiz. Shu xizmatlarni ko'rsatganimizdan keyin kompaniya oyiga 10 ta, 12 ta mijozga emas, balki 30 ta, 35 ta mijozlarga xizmat ko'rsatdi va oborotini 10 ming dollardan 30 ming, 35 ming dollargacha oshirib oldi. Sizlarda tabiiy savol tug'ilishi mumkin, bu natijalarga qanaqa chiqildi? Buni ko'rishimiz mumkinmi? Qayerdan bu ma'lumotlarni olamiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xuddi shunaqa tizimni to'liq tushuntirib beraman va bu tizimni siz ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Ikkinchi xizmat ko'rsatgan tur agentligimizdagi muammo juda ko'plab tur agentliklarida bor muammo, ya'ni mijozlarni xodim o'zi bilan olib ketib qolish. Shu muammoni hal qilish uchun biz ularga bir nechta juda ham zo'r bo'lgan instrumentlarni berdik. Muammoni to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Juda kuchli sotuvchi mutaxassislari bor edi va hech qanaqa tizim qo'yilmaganligi uchun ishdan bo'shagan vaqtda o'zi ishlagan barcha mijozlarni birgalikda olib ketib qoldi va bu kompaniya uchun juda katta zarar keltirdi. Mana shu zararni yoki muammolarni oldini olish uchun biz u kompaniyaga bir nechta instrumentlarni berdik. Yechim sifatida ularga nima xizmatlarni ko'rsatdik? Avval CRM tizimlarini to'liq o'rnatdik va barcha xodimlar uchun korporativ akkauntlarni ochib berdik. Endilikda har bitta xodim mijozlar bilan faqatgina o'sha akkauntlar orqali gaplashilinadi va bu markazlashgan tizim orqali nazorat qilinadi va rahbariyat har qanaqa holatda ham mijozlar bilan xodimlar o'rtasidagi kommunikatsiyani to'liq nazorat qila oladi. Shular natijasida kompaniya birinchi navbatda mijozlar yo'qolish muammosidan hal bo'ldi. Undan tashqari mijozlar bilan doimiy aloqa, kommunikatsiya yo'lga qo'yilgani hisobiga oborotini yana ham oshirib olishga hissa qo'shildi. Yuqoridagi muammolar bo'lganligi sababli kompaniyada masshtablash juda ham qiyin bo'lgan va mana shu muammolarni hal qilishimiz evaziga endi xodimlar sonini 2 tadan 8 taga va kerak bo'lsa hozirgi kunda rejalashtirayotgan keyingi qo'shimcha filiallar ochishni reja qilyapti. Sizlar bilan birgalikda hozir ikkita keysni ko'rib chiqdik, lekin ondan oshiq tur agentliklar bilan ishlagan holatda ular uchun eng ma'qul sotuv varonkasini tuzib chiqqanmiz. Hozir shuni sizlarga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, uning uchun biz ularga nima xizmatlarni ko'rsatdik? Avvaliga barcha tur agentliklarda shunaqa holat bo'ladiki, CRM o'rnatilishgacha bo'lgan jarayonlarda qayerdadir mijozlarni saqlaydi. Deylik Telegramda, Excelda yoki kimdirlar daftarga yozib yurishi ham mumkin. Xuddi shunaqa holatda avvaliga CRM ga bazani import qilishdan boshladik ishni. Ya'ni bazani CRM sistemaga import qilamiz va ular bilan qayta aloqa orqali boshlang'ich sotuvlarni amalga oshiramiz. Bu kimlardadir mijozlar bazasi bo'lishi mumkin, kimlardadir mijozlar bazasi bo'lmaydi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatda ikkinchi varonkani tashkil qilganmiz. Bu sotuv varonkasi. Sotuv varonkasiga hozir hammamizga mashhur bo'lgan marketing orqali targetlar yoqiladi, Instagramdan, Facebookdan yoki YouTube'ga videolar qo'yilishi mumkin. Shular orqali kelgan murojaatlarni toki sotuvgacha bo'lgan qadamlarni belgilab chiqdik. Xo'p, qadamlar nimadan tashkil topgan? Birinchi navbatda biz lidlar barcha tushgan murojaatlar taqsimlanmagan holatda CRM da saqlanadi. Undan keyin biz
u har bitta murojaatni mas'ul mutaxassislarga biriktirish uchun qayta aloqa zarur statusiga o'tkazamiz va mutaxassislarimiz ularga aloqaga chiqilgan holatda ma'lumotlar berishni boshlaydi. Asosiy maqsad, bu yerda ko'zlangan maqsad o'sha mijozlarimizni o'zimizni ofisga yoki showroomlarga taklif qilish yoki ularga o'zimizni xizmatlarni sotish. Xo'p, bu yerda ma'lumot beradi va ma'lumot berilgan asosida ularda qanaqadir savollar ochiq qolsa yoki kim bilandir maslahatlashish kerak bo'lsa, shu qismda qolib ularga keyingi ishlarni yoki keyingi jarayonlarni qachon aloqaga chiqish kerakligini rejalashtirib qo'yadi. Xo'p, undan keyin nima qildik? Ko'p holatlarda hozir tur agentliklar ko'p bo'lganiga yoki tur firmalar ko'p bo'lgani sababidan odamlar bizga, misol uchun, turizm firmalariga murojaat qilib narxlarni so'rashadi. Agar kimlar bizdan narx so'raydigan bo'lsa, ularga shunchaki narxlarni hisoblab beramiz va narxlarni hisoblab bergan holatda ularni statusini tur paket hisoblandiga o'tkazib qo'yamiz va hisoblab bergandan so'ng ularni ham pastki qismiga zadachalar belgilab qo'yamiz. Zadachalarga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Asosiy sabab, biz ularga narx hisoblab berganimizdan keyin qolganlar bilan solishtiradi va ularga kim birinchi aloqaga chiqadigan bo'lsa, ulardan sotib olishlik ehtimoli yuqori. Shuning uchun biz bu yerda ko'rsatadigan tur paket hisoblandi statusimiz juda ham kerak. Keyin boya aytganimdek, ularga ma'lumot bersak, ularda asosiy o'ylab ko'raman deyish mumkin yoki ofisga boraman deydi. Ofisga boraman degan vaqtda bizga ofisga chaqirildi bo'ladi. Ofisga chaqirildi statusini kerakligi ham juda ham muhim. Sababi biz ofisga qachon, nechta odam keladi va unga biz nechta mutaxassislarimiz tayyor turish kerakligini ajratib olamiz. Agar rejalashtirilgan vaqtlarda mijozlarimiz kelmaydigan bo'lsa, ular avtomatik robotlar orqali kelmadi statusiga o'tib qoladi va mutaxassislarimiz ularga aloqaga chiqib, lokatsiyani topishda muammolar bo'lyaptimi yoki kelish vaqtlari o'zgarib qoldimi, rejalari boshqa bo'lib qoldimi, holatlar aniqlashtiriladi va ularni qaytadan ofisga chaqirish etapiga o'zgartirib, uchrashuv vaqti, ya'ni kelish vaqtini ham o'zgartirib qo'yishadi. Xo'p, odatiy holatda mijozlarimizga ma'lumot berganimizdan keyin ular ofisga tashrif buyuradi va tashrif buyurishi bilan ularning statusini keldiga qo'yamiz. Ya'ni bizni bir kunda ofisimizga nechta odam tashrif buyurayotganini rahbarlarimiz yoki biz o'zimiz rahbar bo'lsak, mutaxassislarimiz nechta odamni kutib olyapti, nechta odam bilan aloqa qilyapti, nechta odam bilan kommunikatsiya qilyapti, unga tur paketlar hisoblab beryapti, buni hisoblab borishimiz shart. Va o'sha ma'lumotlarni bilishimiz uchun bizga ofisga tashrif buyurdi, ya'ni keldi statusi juda ham kerak bo'ladi. Xo'p, odatda ofisga tashrif buyurgan mijozlarni turizm yo'nalishida 70-80% bizda xizmatlarimizni sotib oladi va ular xizmatni to'liq pulini to'lamaydi. Katta ehtimollik bilan boshlang'ich to'lovlarni amalga oshiradi. Boshlang'ich to'lovni amalga oshirgan mijozlarimizni esa biz boshlang'ich to'lovni amalga oshirdi degan statusga o'tkazamiz. Shunda biz har bitta boshlang'ich to'lovni amalga oshirgan mijozimiz qancha pul to'ladi bizga va qancha qarzdorligi qolganligini ko'ra olamiz. Boshlang'ich to'lovni amalga oshirgan mijozlarga uje biz hujjat tayyorlash ishlarini boshlaymiz. Hujjat tayyorlash ishlari turizm yo'nalishida ishlaydiganlarga barchaga ayon, o'sha barchaga tushunarli. Xo'p, ular to'lovni amalga oshirgandan keyin biz ularni zagran pasportlari, sug'urtalari, chet elga chiqish uchun o'sha aviabiletlari, vizalar bo'lishi mumkin ma'lumotlarni to'plashni boshlaymiz. Ma'lumotlar tayyor bo'lgandan keyin mijozlarimizga aloqaga chiqib, ulardan to'liq pulni undiramiz va pulni undirganimizdan so'ng ularni 100% to'lovga amalga oshirdi statusiga olib o'tamiz. Juda ko'plab tur firmalarining xatosi 100% to'lovni amalga oshirgandan keyin mijozlarni shu bilan ularga aloqaga chiqmay qo'yishadi. Lekin biz qilib bergan yechimda unaqa xatolikka uchramaydi tur agentliklar, sababi biz ularga qayta sotuv va support servis yechimlarini qo'llaganmiz. Bu nima o'zi support servis? Bizga 100% to'lovni amalga oshirgan mijozni sayohatga uchib ketgandan keyingi ulardan xabar olish holatlarini ham inobatga olgan holatda ular uchun ham alohida varonka tuzib chiqqanmiz. Varonkani alohida tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, support servis varonkasi nimadan tashkil topgan? Bizga 100% to'lovni amalga oshirgan mijozlar to'g'ridan to'g'ri support servisga, ya'ni uchib ketadiganlar statusiga tushadi. Mana shu yerda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Juda ko'p mijozlarda xatoliklar bo'ladi. Uchib ketish vaqtlarini esida qolmaganligi uchun ular o'sha reyslardan qolib ketish xatoliklari yoki muammolar ham kuzatiladi. Shu muammoni hal qilishimiz uchun biz xizmat ko'rsatgan tur firmalarida avto SMSlarni yo'lga qo'yganmiz va ularni uchib ketish vaqtida avtomatik SMSlar orqali uchish vaqtini oldindan eslatadi va bu muammo hal bo'ladi. Uchib ketadigan odamlarga to'liq informatsiyalarni berdik va ularni uchib ketish vaqti kelganda uchib ketish statusiga o'tkazadi va bu mutaxassis ulardan xabar oladi, haqiqatan uchib ketdimi, hech qanaqa muammo bo'lmadi. Sayohat hammasi ideal bo'lishi mumkin, ba'zilarda sug'urta bilan yoki boshqa mehmonxona bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. O'sha muammolarni ular bizga aloqaga chiqqanda emas, balki biz ularga avvalroq aloqaga chiqib holatni aniqlashtirsak,
ular bizga doimiy mijoz bo'lib qolishligi ehtimoli yana ham oshadi. Shuning uchun biz sayohat vaqtida mijozlar uchun 3 marta aloqani rejalashtirganmiz. Deylik, sayohat 10 kunga rejalashtirilgan bo'lsa, har 3 kunda aloqaga chiqish, undan ko'proq bo'lsa, shu oraliqlarni belgilab, ularga aloqaga chiqamiz. Ba'zilarda sug'urta, mehmonxona boya aytganimdek muammolar bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa muammolar bo'lib qolsa, mijozni muammoli sayohatga olib o'tamiz, qachonki uni muammolari hal bo'lgungacha. Muammolari hal bo'lgandan keyin va u sayohatdan qaytgandan keyin uni to'liq muvaffaqiyatli qaytganlar statusiga olib o'tamiz. Xo'p, muvaffaqiyatli qaytganlar statusiga olib o'tganimizdan keyin ana endi boya aytgan yechimimiz hech qanday marketing xarajatlarini qilmasdan turib, shu yerda turgan mijozlarimizga qayta aloqaga chiqish orqali ularni qayta sayohatga yo'naltirishimiz mumkin. Va bu yerda reklama, sotuvchi yoki boshqa xarajatlar nol, ya'ni hech qanaqa xarajat bo'lmaydi va bu bizga to'liq foyda sifatida ishlashi mumkin. Bu yechimlarni qilganimizdan keyin tur agentliklarda boya aytgan tur firmalarimizda ham o'zgarishlar bo'ldi va undan tashqari qolgan 8 ta 9 ta tur firmalarimizda ham natijalar ko'rinishni boshladi va bu yechimni siz to'liq olishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, sizlar bilan asosiy 3 ta masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi, shu xizmatlarni ko'rsatadigan kompaniya, ya'ni kontakt kompaniyasi bundan tashqari yoki shunga qo'shimcha sifatida o'zi qanaqa xizmatlarni ko'rsatadi. Biz bizneslarni, shu turizm yo'nalishidagi yoki boshqa yo'nalishdagi bizneslarni tahlil qilib chiqamiz va ularga mos sotuv varonkalarini yasash orqali, telefoniya, avto SMSlarni yo'lga qo'yish orqali ularni savdosini oshishga yoki noto'g'ri qilinayotgan xarajatlarni tejab qolishga hissa qo'shamiz. Xo'p, sizlarda savol bo'lishi mumkin, bu informatsiyalar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida. Bu informatsiyalar faqatgina mendan emas, balki bizni xizmat ko'rsatgan tur agentlik rahbarlari yoki top menejerlardan ham eshitishingiz mumkin. Pastda havola qoldiraman, o'sha havola orqali o'tib, ularni ham o'zini fikr mulohazalarini eshitib olishingiz mumkin. Juda ko'p CRM kompaniyalar sizni biznesingizga tizim o'rnatib beraman deydi, lekin eng muhim bitta joyini hech qachon aytmaydi. O'sha ma'lumotni men sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot shundan iboratki, hozir ko'rsatgan tizimim, yechim sizni biznesingizga mos tushadimi yoki yo'qmi, buni albatta tahlil qilish kerak. Chunki biz 10 dan oshiq bizneslarga xizmat ko'rsatgan bo'lsak, hammasiga aniq bitta shunaqa emas, shunga yaqinroq. Chunki qaysidir biznesda protsesslar boshqacha bo'lishi mumkin. Unga moslashtirgan holatda savdosini oshishga hissa qo'shganmiz. Shuning uchun pastda havola qoldiraman, havola orqali o'tib, faqatgina 10 ta tur firmaga biz audit xizmatini ko'rsatamiz va ular uchun eng mos biznes protsessini ishlab chiqishga harakat qilamiz. Hozirroq havola orqali ro'yxatdan o'ting, biz siz bilan aloqaga chiqamiz.